Peskov Rossiyaning ochiqchasiga hududiy da'volarini ta'kidladi. Zelenskiy qo'shinlarni olib chiqsa, Rossiya egallab turgan yerlarni Rossiya deb tan olsa, urush bir kunda tugaydi, dedi Peskov. Kreml Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donbass hududlaridan qo'shinlarni olib chiqib, amaldagi vaziyatni huquqiy jihatdan tan olsa, urush yakunlanishi mumkinligini bildirgan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Zelenskiy hokimiyatga kelganida urush tugashiga va'da bergani, hozir ham buni amalga oshirish imkoniyati borligini ta'kidlagan. Xitoy orbitada Starlink sun'iy yo'ldoshlarini ishdan chiqarishga qodir bo'lgan mikroto'lqinli qurolni taqdim etdi. Seoul China Morning Post. Gap quvvati 100 ming gigavatgacha bo'lgan mikroto'lqinli qurilmalar haqida bormoqda. Xitoy harbiy olimlarining ma'lumotlariga ko'ra, bunday tizimlar kuchli xalaqitlar yaratishi va quyi orbitadagi sun'iy yo'ldoshlarni, jumladan Starlink yo'ldoshlarini shikastlashi mumkin. Ivo Dalder: Eronning Trampga suiqasd qilishga urinishlari urush borishiga ta'sir qilmaydi. AQShning NATOdagi sobiq doimiy vakili Eron tomonidan Donald Trampga bo'layotgan ehtimoliy tahdidlar harbiy kampaniyaga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligini ma'lum qildi. U o'z intervyusida Tehron allaqachon Amerika liderlarini nishon sifatida ko'rib kelayotganini va hozirgi vaziyat ham bundan mustasno emasligini ta'kidladi. Dalderning so'zlariga ko'ra, Eron maxsus xizmatlari hali 1980-yillardan beri Amerika amaldorlariga hujum qilishga urinib keladi. Shu sababli joriy signallar kutilmagan hol bo'lmaydi. U shuningdek bu kabi tahdidlar urush olib borish strategiyasiga ta'sir qilmasligi kerakligini va uning mantiqini o'zgartirishga qodir emasligini alohida qayd etdi.